Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Do'stlar, bir giyoh borki, o'pkada har qanday shamollashlar, nafas yo'lidagi muammolar, bronxit, zotiljam, pnevmoniya, o'pkada suv yig'ilib, balg'am ajralmay qoladi-ku, nafas ololmay qolasiz, shu darajada shamollaysiz-ki, yutallar bo'ladi-ku. O'zim foydalanib kiygan narsamni ko'rsataman. Chandra ruscha nomi. O'zbekchada kukamarin deb aytiladi. Tushunyapsizlarmi? Xalq tilida kukamarin, ruschada Chandra do'stlar. Mana shu holda bo'ladi. Qarang, bor yo'g'i. Mana. Ushlab turib barmog'imning uchidagi tanachani ko'ryapsizmi? Shunchasini 1 litr bor yo'g'i qaynab turgan suvga solib 1-2 minut qaynatib oling va sizdirib, o'shani 3-4 mahal och qorinmi, to'q qorinmi farqi yo'q. Ichasiz. Shunaqa bir ta'xir achchiqki ta'mi zaharday. Lekin foydasi juda ham kuchli do'stlar. 10 kun qiling yetadi xudo xolasa. Foydalaning. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz, xayr, asossiz o'zida asrang.